واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Bugun Quraysh, ya'ni kofirlarning aziyati Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga Abu Talibning vafotidan keyin. Ibn Kasir aytadiki, bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni mushriklar bo'g'gani, ustiga bu tuyaning ichak chavoqlarini sajda qilgan hollarida tashlaganliklari yoki behush qildirib urganliklari, qonga belab urganliklari, mana shularning aksari deydi Abu Talibning vafotidan keyin bo'lgan deydi. Modomiki Abu Talib tirik ekan, hatto o'sha Qurayshliklar qarshi chiqa olmas edi. Ya'ni Abu Talibning mavqei, bir hurmati bor edi deydi. Endi Abu Talib vafot etib ketdi 10-chi, ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lgandan keyin 10 yildan keyin o'sha oxirida 3 yil qamaladi. Qurayshliklar bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ham, Bani Muttalibni ham qamaydilar. Ya'ni savdo sotiqlarda bugungi kun bilan aytayotganda boykot qiladi-da hamma narsani. O'shanda o'zi Abu Talib kasal bo'lib, undan chiqqandan keyin vafot etadi. Keyin Xadicha onamiz ham vafot etadi. Shuning uchun bu yilni g'amginlik yili ham deb aytadi ba'zilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga juda qiyin yil bo'lgan deydi. Ya'ni himoyachilari vafot etgan. Ibn Ishoq rivoyat qiladi, bir kuni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tashqaridan tuproqqa belangan holda keladi. Buning sababi o'sha kofirlardan birtasi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ustiga tuproq sochadi. Keyin shu tuproqlar belangan holda uyga kiradi. Uyga kirganda keyin qizi yuvadi. Yuvib turib aytadiki, yig'layveradi-da. Ota Rasululloh sollallohu alayhi vasallam holatini ko'rib, keyin aytadi, "Ya bunayya, ey qizim, yig'lamagining" deydi. Chunki Alloh taolo sening otangni man qiluvchidir. Sen otangni Alloh taolo himoya qiladi deydi. Mana shundan biz bir nechta foyda olamiz. Ya'ni birinchisi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tashqariga chiqib albatta da'vat bilan shug'ullanganlar. Hech kimga ozor bermaganlar. Faqat da'vat qilganlar. Ya'ni qulu la ilaha illalloh tuflihu degan. Sizlar la ilaha illalloh dengizlar va mana butlarni tark etingizlar, najot topasizlar degan. Hech kimdan bir pul ham so'ramagan. Biror bir payg'ambar bir da'vatining qarshisiga hech kimdan pul so'ramagan. Tekinga beryapti. Ya'ni jannatni tekinga olasizlar deb la ilaha illallohni o'rgatsa ham, bu qilgan qiliqlari Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ustiga tuproqlarni sochib shunchalik darajada aziyat berganlar. Birinchi foydamiz, musulmon kishi imkon qadar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam fe'lidan harakat qilishlik kerak ekanki, shu la ilaha illallohga chaqirish kerak ekan odamlarni. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam maqsadi nima? Odamlarni jannatga chaqirish, do'zaxga tepib o'tmaslik, ya'ni. Musulmon kishi harakat qilishlik kerak, jannatga chaqirishlik kerak ekan. Ikkinchisi, siz bu yo'lda harakat qildingizmi, sizga ozor keladi ekan. Shunchalik ulug'. Hatto ana sayyidu valadi Adam degan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam, men odam farzandining eng sayyidi menman degan. Vala faqr. Lekin faxrlanmayman degan. Qarang, odam farzandining eng sayyidini qanaqa holga solyapti, ya'ni bu mushriklar. Ya'ni shunaqa bir aziyat keladi ekan insonga. Siz xoh martabangiz ulug' bo'lsin Alloh taoloning oldida, xoh boshqacha bo'ling, illo xususan ulug' bo'lsangiz sizga keladi. Qarang, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga qanaqa ozorlar kelyapti, aziyatlar kelyapti. Uchinchisi, kufrning sifatini ham bilishlik kerak ekan. Kufr, ya'ni mushrik tabiat, kofirlarning tabiati hech qachon musulmonga rahm qilmaydi. Siz ulardan rahmat kutmang. Hech qachon o'ylamangki, bu kufr islomga bir kun ijozat beradi, hamma joy yaxshi bo'lib ketadi demang. Kufrning sifati, agar yaxshilik qilsa edi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga yaxshilik qilardi. Shunchalik axloqda oliy bo'lgan zot, shunchalik ulug' bo'lgan zot biror bir zarar bermasdan sof foydani olib kelib bersa ham, kufrning qilgan sifatiga qarang, ustiga tuproq sochyapti. Shunchalik ozor beryapti. Demak, kofirlarning sifati, siz qancha urinsangiz ham baribir ular sizga zarar beradi. O'ylamang, siz adolat talab qilaman, unday demang. Ular hammasi haligi nima? O'zlarining tili bilan aytganda safsata deydi-ku, ularning qilgan ishlari.
Uchinchi, boshqa yana bir foyda oladigan narsamiz, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ularga o'sha muomala bo'ldi-yu, zarar kelganda shunday chaqirib, Hamzani chaqiringlar, u falonchani chaqiringlar, men manadan qasdimda o'laman, men ustimga tuproq sochdi deb qayg'urmadilar. Chunki bu Alloh taoloning yo'lida siz aziyat chekyapsizmi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sabr qilib to'g'ri uylarga keldilar. Amakisining ham uyiga bormadi, boshqacha uyga bormadi. Keyin manadan men haqimni olib ber demadi. Nimaga? Chunki haqni oladigan joy bor bir kun. Bu yerda shunday vaqt, shunday joyki, siz oliy bir maqomni ko'rsatib berishligingiz kerak bu yerga. Shuncha oliy bir maqomni, ya'ni axloqingizni kufrdan qarshisida, odamlarni da'vat maydonida, ya'ni musulmon odam eng baland darajada ko'rsatib berishlik kerak ekan. Hatto o'zining haqidan ham kechyapti. Albatta bu Alloh taoloning yo'lida bo'lyapti. Illo o'sha sochilgan tuproqlarga har bir zarrasiga savob bo'ladi u. Har bir zarra, hech qachon o'ylamangki u kufr tuproqni sochdi, ketdi, boshqa haqqini olmaydi emas. U illo haqqingizni olasiz u. Bu dunyoda olmasangiz ham qiyomat kunida inson haqqi qolmaydi hech qachon. Hatto o'sha shoxi bor qo'ydan shoxi yo'q qo'ydan shoxlashganini oladi degan. Ba'zilar hatto mana bu hasharotlarni ham nima qiladi degan. Alloh taolo shunchalik darajada adolatini ko'rsatadiki, hayvonlarni tirgizadi degan. Bo'lmasa hayvonlarning bir aqli bo'lmasa, taklif yo'q ularda. Mukallaf emaslar. Yo'q, uni o'sha isbot qilishlik uchunki kofirlarga mana Alloh taolo qanday adolat qiladi. Bilib qo'yinglar, ko'rib qo'yinglar degan. Keyingi yana foyda oladigan narsamiz inson o'zi bir g'amda turgan bo'lsa ham boshqalarga bir tasalli berishlik foyda ekan. Qarang, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zi juda bir qiyin holatda kelyapti. U haligi o'zimiz bugun tashqaridan bir oddiy bir ishdan ham kelsak, yo'q, menga bugun teginma, men boshim joyida emas, asabim chiqib kelgan deb har xil nimalar qilinadi. O'sha holatda ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qizi yig'laganiga, yig'lama qizim deyapti. Boshqalarga tasalli beryapti, ya'ni. Qarang. Vaholanki boshqalar kelib musibat zada odamga tasalli berishlik kerak, lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nima, o'zi musibatlanib turganda ham boshqalarga tasalli beryapti. Ya'ni musulmon kishi musibat ustingizga tushib tursa ham siz boshqalarga nima qiling? Yupating, ya'ni tasalli bering. Ya'ni o'zingiz unday musulmon kishi cho'kib qolmaslik kerak ekan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam holatni qarasak, juda kuchli odamlar bo'lgan. Haligi men ustimga tuproq sochdi deb masalan o'zini ma'lumot qilib bir joyga o'tirmagan ham. Ya'ni biladi, ya'ni savobini oladi, sabr qilgan, go'zal axloqni ko'rsatib bergan, kelgan va tasalli beryapti bu yerda qizlariga. Keyin asosiy joyi innalloha mani'un abaka degan. Qarang, birinchi darrov Alloh taologa bog'lanyapti o'zi. Hech boshqalarga emas. Albatta, chunki Alloh taolo sening otangni himoya qiladi degan. Birinchi Alloh kalimasini olgan. Demak, musibat kelganda biz birinchi Alloh taoloning ismini olishligimiz kerak ekan. Boshqalarning ismini emas. Alloh bizga yordam beradi deyishligimiz kerak ekan. Keyin Alloh taoloni ismi o'sha azamni aytgandan keyin sifatini aytib beryapti orqasidan. Mani' degan sifati bor Alloh taoloning. Mani' degani biz shu man qiluvchi degani. Ya'ni kufrlardan qancha zararlar kelsa ham yo'q, Alloh man qiluvchi. Alloh taolo man qiladi degan. Bu qancha kelsa kelaversin, sizning man qiluvchingiz Alloh taolo bo'lsa, u hech nima sizga zarar kelmaydi. Ibn Abbosga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganda, bilginingki hamma odamlar ummat jamlansa, senga bir zarar olib kelamiz desa, ular zarar bera olmaydi hech qachon degan. Illo Alloh taolo yozib qo'ygan bo'lsa biron narsa, o'shanchalik miqdorda zarar berishligi mumkin. Va yana jamlansalar bir foyda olib kelamiz desa, yo'q. Ular foyda olib kela olmaydi. Illo Alloh taolo qanchadir miqdorda foyda yozgan bo'lsa senga, o'shanchani olib keladi degan. Ya'ni hamma narsa Alloh taoloning qo'lida. Biz Alloh taologa bog'lanishligimiz kerak ekan. Bu birinchi ya'ni qissamiz edi. Keyingi qissamizda Imom Buxoriy sahihida rivoyat qiladi. Urva ibn Zubayr radhiyallohu anhuning o'g'li Urva bir kuni Abdulloh ibn Amr ibn Os, ya'ni Abdullohdan so'raydi. Aytadi, menga Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga shu mushriklar eng qattiq aziyat bergan, eng qattiq zarar berganini aytib bering deydi. Shunda kishi aytadiki, bir kuni deydi, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hijrning ichida namoz o'qiyotib edi. Hijr degani mana hozir Ka'ba bor-ku,
O'shaning orqasida bunday aylana shaklda nima olgan? Balandroq devor olgan, odam bo'yichalar. O'shaning ichini hijr deydi. O'sha hijr ham Ka'baning ichidan hisoblanadi. Chunki Oysha onamiz o'sha Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga Ka'bani ochsangiz men kirib namoz o'qisam degan edi. Shunda aytdi, sen agar Ka'baning ichida namoz o'qimoqchi bo'lsang, shu hijrga kirib namoz o'qining, Ka'baning ichida namoz o'qiganday bo'lasan deganda. Shuncha hojilar bo'lsa nima qiladi? Haligi o'shaga nima qiladi? Ayollarga alohida vaqt, ba'zi namozlardan keyin erkaklarga alohida vaqt, o'shaga kirib namoz o'qiydilar. Ya'ni keyin o'sha yerda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam namoz o'qiyotgan edi. Uqbat ibn Abi Muayt, Alloh taolo la'nat qilsin uni. Keldida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ustiga kiyimini tashladi, bug'di. Qattiq bug'di. Ya'ni qarang, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hijrning ichida namoz o'qib turibdi. Namoz o'qiyotgan odamni bu Allohning la'nati bo'lsin, kelib bug'yapti kiyimni tashlab. U namozning ichida turibdi u, shunchalik darajada. Ya'ni ularning oldiga qattiq ozor berganligida, qattiq bo'lgandan keyin to'satdan Abu Bakr roziyallohu anhu keldida, uning ikkita yelkasidan ushlatdi, uni otib yubordi. Keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni turg'izdi, difo qildi. Keyin aytdiki, ataqtuluna rajulan an yaqula robbiyalloh dedi. Sizlar Robbim Alloh deganligi uchun bir odamni o'ldirasizlarmi dedi. Bu Qur'onda Fir'avnning davrida, ya'ni Musa alayhisalom davrida mu'minu ali Fir'avn deb tanilgan bir odam bo'lgan. Ali Fir'avnning bir mu'mini. Ya'ni Fir'avnning o'z ichidan bitta musulmon odam bo'ladi, lekin iymonini yashirib yurgan odam bo'ladi. Iymonini bildirmay yurgan odam bo'ladi-da. O'sha kishi aytgan so'zda bu. Buni Alloh taolo maqtab bizga Qur'onda rivoyat qilib berdi. Qarang, Fir'avnning davridagi o'sha haligi bir odam bir gapni aytayapti, Alloh taologa yo'qyapti. Chunki eng oliy gapni aytayapti, eng kerakli vaqtda. O'sha gapni eng masalan payg'ambarlardan keyin eng ulug' bo'lgan zot Abu Bakr roziyallohu anhu aytayapti. Qarang, ya'ni ataqtuluna rajulan an yaqula robbiyalloh, Robbim Alloh deganligi uchun faqat shu mana odamni o'ldirasizlarmi degan. Ya'ni shu ham jinoyatmi degan. Robbim Alloh desa, haqiqatda aytib tursa, ya'ni sizlarga biror zarar bermaydigan bo'lsa, yo sizlardan bir pul talab qilmaydigan bo'lsa, hech bir faqat foyda keltiradigan bo'lsa, o'ldirasizlarmi degan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, ya'ni bu qissamiz shu yerda tugadi. Bu yerdan nima foyda olamiz desak, birinchisi, ya'ni o'sha hijrga borib namoz o'qishlik. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hijrga boryapti, namoz o'qiyaptilar. Ikkinchisi, yana biz buni birinchisi desak yaxshiroq edi. Ya'ni Urva, ya'ni salaflarning Rasululloh haqida so'rayishliklari va bo'lib ham aziyati haqida so'rayapti. Demak, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning masalan sirati uzun. Lekin bo'lib ham Urva Abdulloh ibn Amrdan maxsus aziyatlarini aytib ber. Bo'lib ham eng qattiq aziyatini ko'rgan narsangni aytib ber deganda. Shunda keyin Abdulloh ibn Amr o'sha ko'rgan narsasini aytib bergan. Ya'ni bu degani musulmon kishi, ya'ni Rasululloh haqida, Rasululloh aziyat chekkan aziyati haqida bizning ham ya'ni e'tiborimizni tortgan bo'lishlik kerak. Ya'ni u nimaning Urvaning radhiyallohu anhuning nimasi. Kofirning yana kofirlarning sifatlari, siz eng haligi nima holatingizda keladi ekan? Haligi bir qarshilik ko'rsata olmaydigan o'rinda sizga kelib bir zarar berishni istaydi ekan. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam namoz o'qib turibdi. Namozda inson bir narsani difo qila olmaydi-ku. Namoz o'qib turibdi. Chunki namozda gapirish harom, yeyish harom, ish olmaysiz. Namozning tashqarisidagi amallarni qila olmaysiz. Faqat Alloh taologa ibodat qilib turibsiz. Qarang, shu ibodatni ham nima bu kofirlar nima qilmaydi ekan? Hurmat qilmaydi ekan. Ya'ni kufrning sifati, ya'ni sizning ibodatingizni ham ular hurmat qilmaydi ekan. Kerak bo'lsa ibodating ichida nima qiladi? Hujum qilib turibdi Rasulullohga bo'lib ham. Bu oddiy bir odamga emas, Rasulullohga hujum qilyapti namozida bo'lib ham. Ya'ni kufrning tabiati, kufrdan siz hech qachon rahmat kutmang. Sizning hech nimangizni hurmat qilmaydi. Masalan, musulmon kishiga eng ulug' narsa namoz. Chunki ishini ham tashlaydi, hamma narsani tashlaysiz, nima qilasiz? Namoz o'qiysiz.
Lekin o'sha eng ulug' narsangizni kufr hurmat qilmaydi. Shuning uchun kufrning tabiatini nima bilib qo'ying deyiladi. Keyingi yana foyda olinadigan narsa bu yerda Abu Bakrning mavqei. Bu har bir musulmonda boshqa bir musulmon birodariga yordam berishlik. Bo'lgan birinchisi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan difo qilishlik. Bu yerda birodarlikdan oldin rasulligi bor payg'ambar sollallohu alayhi vasallamda. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamda Abu Bakr kelib difo qilyapti. Ya'ni o'ki mana mushrikni olib, ya'ni musulmon kishi mana shunday Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan difo qilishlik kerak. To'g'ri, hozir biz Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan o'zidan difo qila olmaymiz, lekin sunnatidan difo qilishligimiz kerak. Hozir shunday bir toifalar chiqqanki, hozir sunnat kerak emas deydi, hadis kerak emas deydi. Faqat bizga Qur'on yetadi deydi. Faqat Qur'oniylar toifasi deydi buni. Qur'oniylar masalan o'zbek zabon odamlarining ichida chiqqan, boshqalarda ham, bu yerda ham bor ekan. Ya'ni mashhur ancha rivojlangan ekan. Ya'ni faqat Qur'on yetadi, bu sunnatni umuman olmaydi. Imom Buxoriyni u sizlarning butlaring deydi. Shunaqa gapiryapti. Imom Buxoriyni, Abu Hurayrani sizlarning topgan butlaring deydi. Shunchalik darajada nima qiladi ular. Ya'ni ular o'zi aslida haligi o'zlari ustozlarning aytganday o'zlari chiqqan shoxning ustidan aralayapti-da. Bo'lmasa Qur'onda olsa birinchisi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldin xabar bergan edi. Men sizlarning birontalaringni topmayinki bir kun kelib kreslo divantining ustida yonboshlab tursa, Qur'onda borini olamiz, boshqasini olmaymiz demasin deganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Ya'ni Qur'on olib kelgan hukmda shu hadis olib kelgan hukmi bir xil bo'ladi Qur'on bilan. Bir xil bo'ladi. Bu Qur'oniylar Qur'onda olmasa, Qur'onda masalan aqimus sola degan, namozni qo'yim qilinglar degan. Lekin namozning rakatlarini Imron ibn Husaynning davrida ham bir voqea bo'lgan. Imron ibn Husayn sahobiy radhiyallohu anhu. Shu voqea bo'lgan. Shu o'sha paytda Qur'oniylar boshlanib bo'lgan o'zi. Qur'onda kelgan narsa sizlar faqat Qur'ondan gapiringlar, boshqa narsadan emas, bizga Qur'on yetadi deganda, keyin uni bu yoqqa deganda, bu yoqqa degan. Keyin u yaqinlashib kelganda Qur'onda aqimus sola degan. Lekin 5 vaqtini, rakatlarini qayerdan topib olding degan. Qaytib o'qiymiz degan. Qur'onda atuz zakat degan. Lekin uning qancha moldan qancha berishligi, tuyaning qanchasidan, molning qanchasidan, qo'yning qanchasidan bular aytilmagan. Qayerdan bilamiz buni berishligini degan. Qarang, keyin batafsil shuni aytgan, ancha tushuntirib bergan. Ya'ni o'sha davrdan o'zi bo'lgan. Bu yerda aytmoqchi bo'lgan narsamiz asosan, ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnatidan nima qilamiz? Difo qilamiz. Ya'ni salaf ulamolari Qur'on va sunnat, hech qachon birtasi Qur'on, sunnatni olmaymiz demagan. Ular adashgan toifa ya'ni. Musulmon Rasulullohni difo qilish bor va yana bundan yana kelib chiqadiki, musulmon birodarni bir zaif holatda ko'rsak yoki imkonimiz bo'lsa yordam berishligimiz kerak ekan. Imkonimiz bo'lsa yordam berishligimiz kerak ekan. Abdulloh ibn Amr ibn Os ko'rib turibdi. Lekin Abu Bakr kelib ayiryapti. Hozir bizga yana keyingi rivoyatimiz keladi. Chunki ularda ba'zilar ya'ni ko'rib turganda ham biz qila olmas edik deydi. Borib turib Rasulullohni himoya qila olmas edik deydi. Chunki himoya qilsa o'zlariga bir xavf xatar, mollariga, jonlariga o'ldirib tashlashliklari mumkin edi. Juda bir qattiq bir siyosatning ostida edilar-da. Hozir bu yerda bu kishi ko'rib turibdi, rivoyatni aytib beryapti. Abu Bakr keldi, ayirdi, deyapti-da. Shuning uchun bu nimaga? Qudratga ya'ni. Kimki qodir bo'lsa, musulmon kishiga yordam bersa, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganday, kimki musulmon birodariga yordam qilishni agar qilishni istasa, qilsin dedi deganda. Kerakli joyda kerakli gapni gapirishlik kerak ekan. Ayni Alloh taologa yoqaydigan gapni kerakli o'rinda gapirishlik kerak ekan. Bo'lib ham oyat bo'lsa. Ya'ni mana bu Rasul Abu Bakr roziyallohu anhu oyatdan dalil olib kelib turibdimi? Ya'ni uzrini ketkizyapti bundayga. Indamay borib olib yemak emas. Ya'ni haligi bugungi kunda ham mana vositalar bor-ku, bir sabablar o'raroq bir ariza yozish bo'laman, qanaqa bir haligi hujjat bilan sabab bo'laman. Inson o'zini nima qilishlik kerak ekanda, uzrni aytib ochiqlashlik kerak ekanda. Ya'ni bu yerda ataqtuluna rajulan an yaqula robbiyalloh deb aytishlik kerak ekan. Keyingisi buni Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qiladi. Bu Abdulloh ibn Mas'uddan radhiyallohu anhu. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yana Ka'baning oldida namoz o'qiyotgan edi. Abu Jahl va uning hamtovoqlari biroz nariroqda turgan edi deydi. Abdulloh ibn Mas'ud ko'rib turibdi bu voqeani. Keyin
Ularning ba'zilari aytdiki, qaysilaring tuyaning echak chavog'ini olib kelib turib, nimaga bu Muhammad yuzini yerga ishqalaganda tashlay oladi degan. Shunda qavmning eng badbaxti turdida, bu Uqbat ibn Abi Muayt, bo'ynagi odam. Turdida, hozir kutib turinglar dedi, ketdi. Borib olib keldi deydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sajda qilgan paytda, qarang, u tika turgan holda emas. U Rasululloh sollallohu alayhi vasallam namoz o'qib turibdi, u bilyapti Allohga ibodat qilayotganligini. Va kutib turibdiki, qachon sajda qiladi. Qachon sajda qiladi? Aqalan bir namozdan tashqarisida emas, namoz o'qib turibdi bu odam, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. O'sha, ya'ni buning haligi boshqacha qilib aytganda, shunchalik nomardligi sajda qilib turganda keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ustiga tashlaydi. Abdulloh ibn Mas'ud aytadiki, ana anzuru la ughni shay'an. Ya'ni men qarab turgan edim, hech nima qo'limdan kelmas edi. Hech nima qila olmas edim deydi. Agar menda ko'shki bir kuch-quvvatim bo'lsa edi, ya'ni yordam bersa edim. Bu odamlar bo'lsa, buni tashlagandan keyin aniqdagi Abu Jahl, uning hamtovoqlari qaqalab o'tib kulib ketdi deydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu holatda ham sajda qilib turdi, boshini ko'tarmadi deydi. Ya'ni ustiga ichoq chavoqlarni tashlayapti tuyaniki, bu bo'lib ham tuyaniki juda katta nima bo'ladi. Shunday turdi, sajdadan boshlarini ko'tarmadi deydi. Hatto Fatima qizi radhiyallohu anhu kelguncha. Fatima radhiyallohu anhu keldida va uni olib tashladida, keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam boshini ko'tardida, Allohumma alayka bi Quraysh deb 3 marta aytdi. Ey Allohim, bu Qurayshni sen halok qil. Ey Allohim, bu Qurayshni sen halok qil. Ey Allohim, bu Qurayshni sen halok qil deb 3 marta duo qildi deydi. Shunda Ibn Mas'ud aytdiki, bu Ibn Mas'ud ko'rib turibdi voqealarni. Ular bilardiki, mana bu duo bu yerda ijobat bo'lishligini ana kofirlar bilardi deydi. Ular qahqaha o'tib kulib turganda birdaniga to'xtab qoldilar keyin deydi. Chunki bilardi, bu haramda duo qabul bo'lishligini bilardi. Alloh taoloni ham bilardiki, Alloh qabul qilishligini. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yana qaytadi. Bu umumiy duo qilgandan keyin xos duo qildi. Allohumma alayka bi Abi Jahl dedi. Sen Abu Jahlni sen o'zing halok qil dedi. Va alayka bi Utbat ibn Rabi'a dedi. Utbat ibn Rabi'ani o'zing halok qil. Shaybat ibn Rabi'ani o'zing halok qil. Valid ibn Utbani o'zing halok qil. Umayyat ibn Xalafni o'zing halok qil va Uqbat ibn Abi Muaytni o'zing halok qil dedi. Keyin Ibn Mas'ud aytadiki, qasam ichib, men Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sanab, ya'ni nomlarini olib sanagan odamlarni Badr kunida Badr qudug'iga o'lgan hollarida shunday tashlanganlarini ko'rdim deydi. O'sha Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nomini olib turib duo qilganlar Badr kunida o'sha quduqqa tashlandilar deydi. Hadisdan olinadigan foydalar, birinchisi, bu foydalarni Ibn Hajar Asqaloniy olib kelgan. Kofirlarning huzurida ham bo'lsa, Makkada, ya'ni o'sha duoning ulug'ligi, ya'ni kofirlarning huzurida o'sha Makkada duoning ulug'ligi bor edi deydi. Shuncha ular qahqaha o'tib tursa ham Rasululloh duo qilgandan keyin biroz o'zlariga keldi deydi. Ikkinchisi, kofirlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sidiqini bilardi, to'g'riligini. Va o'sha duosidan qo'rqqanligi uchun biroz o'zlariga keldi, lekin ularning hasadlari buni baribir qo'ymadi bularni. Hasadlari baribir o'sha kufrliklarda davom ettirishga sabab bo'ldi. Keyin bu yerda yana olinadigan foyda, 3-foyda, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga aziyat bergan, ozor berganlarning yana sabr qilib turishligi. Yana boshqa foyda, duoni 3 marta qilsa bo'ladi ekan. Allohumma alayka bi Quraysh deb 3 marta sanadi-yu. Shunday qilsa bo'ladi ekan dedi. Bu yerda yana bir foyda, zolim odamga duo qilsa bo'ladi ekan degan. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga zulm qildi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'sha zolimning qarshisiga duo qildi. Zolimning qarshisiga duo qilsa bo'ladi ekan. Faqat yana bir narsani eslatish kerak. Ustozlardan bittasi aytadiki, bir kuni deydi, bir kishi keldi deydi. Bir odam bu kishiga ozroq zulm qildi ekan deydi. Ya'ni o'zi aytib beryaptiki, bir odam menga biroz zulm qilgan edi deydi. Ya'ni bir hujjat ishi bo'lgan ekan. Hujjat qog'ozlarini olib borgan ekan. O'sha mansabdagi bo'lgan odam qog'ozlarni olib yirtib tashlabdi ekanda, o'zini haydab yurib, va Alloh seni mana shu qog'ozlarga o'xshab yirtib tashlasin deb duo qildi ekan. Keyin oradan bir qancha o'tibdi, shu yirtgan odam qanaqadir bir sabab bo'libmi, shu haligi a'zolari titilib o'sha shaklda o'libdi. Keyin bu odam haligi endi katta bir ish qilmagan ham bo'lsa,
duo qilganligiga menim o'sha nima xijolat bo'libdi-da, bu holatni ko'rib juda xunuk holatda ketgandan keyin shayxga so'rabdi-da, bu qanaqa bo'ladi deb deganda, xijolat bo'lgandan, shuning uchun shayx aytayaptiki, o'sha duo qilganda zulm bilan yo barobar duo qilishlik kerak yoki pastroq duo qilishlik kerak deganda, masalan bir odam sizga kelib turib deylik biroz ozroq masalan jismoniy bir ikkita ursa, lekin siz unday qo'lingizni ochib, ey Alloh, uning ota-onasini, o'zini, farzandlarini, ayollarini halok qilganing, jahannamga qilganing, hamma duo qilishligingiz nima to'g'ri emas-da. Masalan, ozgina zarar bo'lsa, faqat o'ziga duo qila olasiz. Endi uning ota-onasini, farzandlarini bu unga zulm bo'lib ketadi. Shuning uchun duo qilganda ham o'sha ya'ni insof qilishlik kerak deganda haddan oshirib turib, ya'ni badduo deydi-ku, unaqa qilmaslik kerak deydi. Ya'ni inson haligi to'g'ri biroz zulm ko'rsa juda qattiq duo qiladi-da. Keyin bu yerda yana Fatima radhiyallohu anhuning jasorati. Fatima radhiyallohu anhu shunchalik mushriklar turgan ham bo'lsa, eng katta o'sha Makkaning eng kattalarida u. Borib otasini himoya qilib, ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni himoya qilib nima qilganliklari. Ba'zi rivoyatlarda Fatima radhiyallohu anhu ham badduo qilib duo qilgan deydi. Bo'ynaga aytganimizdek, ya'ni bu kufrning sifati musulmon odamda eng zaif paytini eslaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sajda qilgan holatda olib kelib tashlayapti. Bu haligi insoniylik tabiatidan ham kelib o'tib ketadi-da. Bunga nima ularni undadi desa, bunga o'sha ularning birinchisi kufr, mushrik bo'lganliklari, ikkinchisi Alloh va Rasulining qadrini bilmaganliklari, uchinchisi ularning hasadlari musulmonlarga. Keyin oxirgi qissamiz, buni ham Imom Ahmad rivoyat qiladi bu va Imom Buxoriy va Muslim ham rivoyat qiladi. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan. Abu Hurayra radhiyallohu anhu aytadiki, bir kuni Abu Jahl aytdi. O'zi Abu Hurayra Abu Jahlni ko'rgan yo'q-ku desa, yo'q. Abu Hurayra Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan eng ko'p hadis rivoyat qilgan odam. Baribir boshqalardan eshitgan. Sizlarning oldlaringizda Muhammad yuzini tuproqqa ishqalaydimi dedi. Qarang, ya'ni kufr odamlar, ya'ni kelib sajda qiladimi demadi. Ya'ni shunday bir istilohlarni, shunday bir gaplarni ishlatadiki, bir xunuk musulmonlarga kelganda, ya'ni dushman tarafga qarshi haliginaqa xunuk lafzlarni ishlatadi. Bir ya'ni musulmonlarda bo'lgan bir chiroyli lafz bilan ishlatmaydi. Masalan, bugungi kunda ham har xil nomlarni qo'yib tashlaydi ularga. Bu ya'ni o'shalarning sifatidan ekan, ya'ni yuzini masalan yerga ishqalayma dedi. Qarang. Keyin aytdilarki, ha, yuzini ishqalaydi dedi. Keyin u Alloh taoloning la'nati bo'lsin unga aytdiki, Lot Uzzoga qasam ichaman dedi. Abu Jahl aytayapti. Agar men uni mana shunaqa bir marta yana qiladiganini ko'rsam, men yuzini tuproqqa bo'yindan bosib ishqalattiraman dedi. Abu Hurayra aytadiki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam keldida va namoz o'qidi. Qarang, biz qissaga hammasida namoz o'qib turibdi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Namozdan tashqarida ham namoz o'qib turibdi. Keyin Abu Jahl harakat qilib kelaverdi. Keyin kelavergandan keyin birdaniga orqasiga qaytib ketadi, qo'rqib. Ranglari o'zgarib ketadi. Shunda bu yoqdagi hamtovoqlari nima bo'ldi senga deydi. Shunda aytadiki, men oldimdan bir chuqur keldim. U katta bir o't, muhabbat bo'ldiki, borolmadim deb qo'rqib aytadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadiki, agar ozgina yaqinlashsa edi, uni malaikalar har bir a'zolarini titib tashlardi deydi. Halok qilib tashlardi deydi. Alloh taolo mana oyatni nozil qildi deydi. Kalla, yo'q. Innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Inson tug'yonga ketadi. Inson haddidan oshib ketadi. Inson zulm qiladi. O'zini boy sanaganda. Ya'ni insonning puli ko'paysa, o'zi boy sanaganda inson zulm qiladi ekan. Ya'ni insonning tabiati shunaqa ekan. Inna ila robbika ruj'a. Qarang, Alloh taolo insonning sifatini aytgandan keyin bir ogohlantiradi. Ho, inson zulmingga ketma. Baribir Robbingga qaytasan, qaytish Robbinggadir deb Alloh taolo eslatib qo'yapti. Qancha zulm qilsang, baribir kitob kuni bor qaytasan deb keyin bu yoqdan ogohlantirgan. Bu yerdan ya'ni nima foyda olamiz desak, bu qissamizdan kufrlarning ya'ni musulmonlarga ishlatadigan lafzlari, istilohlari xunuk qilib chiqariladi ekan.
Bu tarixdan kelgan ekan. Hozir bugungi kunda ham har xil lafzlar bilan aytadi u. Juda zulm haddidan oshsa, illo Alloh taolo yordam beradi. Qarang, Abu Jahl, boshqalar qancha harakat qilmasin, ya'ni bu namozda endi bu haddan o'tkazdi-da, o'pkab oyog'imni qo'yaman bo'yniga deb yerga bosaman deganda, yo'q, illo Alloh taolo nima Allohu ya'simuka anin nas deganday, Alloh taolo odamlardan seni himoya qiladi degan. Alloh taolo baribir himoya qiladi, ya'ni. Keyingisi insonning tug'yonga ketishligi, bu sabab nima? Tug'yonga ketishligi asosiy sababi bu inson o'zini boy sanaganda. Shuning uchun arro'ahu sag'na dedi-da, o'zini boy sanaydi inson. Inson o'zi aslida boy bo'lmaydi. Chunki inson tabiati doim muhtoj. Nafasga muhtoj, ovqatga muhtoj, ko'p narsalarga, uxlashga muhtoj. Inson o'zi boy bo'lmaydi. U haqiqiy boy bu Alloh taolo. Samad zot Alloh taolo. Shuning uchun inson o'zi insonga shu abdligi yarashadi, bandaligi. Shukr qilib, zikr qilib yurishligi yarashadi. Subhanakallohumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka va natubu ilayk.